shariatimizda o'sha ilmi nofini o'rganinglar deydi. Ilmi nofi degani bu foydali ilm. Ham diningizga, ham dunyoyingizga foyda beradigan ilm bo'lsin deydi. Lekin bu bilan faqat diniy bilimlarga cheklanib qolish kerak emas. Dunyoviy ilmlarni ham o'rganish kerak. Chunki shariatimizda muqaddas islom dinimiz ta'limotida faqat diniy bilimlar bilan cheklaninglar, dunyoviy maishiy ilmlardan uzoq yuringlar degan da'vat yo'q. Chunki agar dunyoviy ilmlar joyida bo'lsa, dunyoviy sharoitlaringiz yaxshi bo'lsa, ana o'shanda lekin sizni diniy ilmlaringiz ham rivoj topadi hamda toat ibodat ham ko'ngildagidek bo'ladi. Shuning uchun bizi islom dinimizning ta'limotida ham din, ham dunyo. Dunyoviy ishlarni ham tashlab yubormang, diniy bilimlarni ham tashlamang. Ikkalasini ham baravar olib boring deyilgan. Chunki diniy hayot uchun, diniy imkoniyatlar uchun, toat ibodatlar uchun dunyoviy sharoit ham kerak-da.